Barchangizga salom, men siz bilan Flero. Bugungi videoda bizda qishlog'imizga yangi yil kelgan. Mana bu yerlarni bezatib qo'yganmiz. Hozir uyimni obzor qilib ko'rsataman. Bu mening uyim. Bu yerda oynaga yo'q. Bu yerda meni eng yaxshi ko'rgan pingvin bor. Sandiqlarda hech balo yo'q. Inshaalloh yo'q. Hozir biz bu yerda kolonka bor. Kolonkada biz qo'shiqlarni eshitamiz. Hozir biz огородdan narsalarni olib qo'yamiz. Unda qish kelgan. Shularni olib qo'ysak, keyin merga topshiramiz. Keyin 3 oy hech narsa qilmaymiz. Mana shuna qilib oladi-da do'stlar. Tushib ketdim, sovuq ekan suv, mayli. Endi biz hozir merni uyi bu yerda. Hozir biz mana sabzichalarni beramiz. Bu yerda kolonkami, shu narsasi. Hozir salom qishloqqa. Salom mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Men hozir sabzilar qo'yib qo'yaman. Bular nima? Lekin ancha yaxshi narsa o'xshayapti yangi yil uchun. Mayli, qani sabzi? Sandiqqa soldim. Mana. Xo'sh, janob mer, chaqirdingizmi? Ha, sandiqdagi narsalarni ko'rdingmi? Bizda yangi yil keldi, shuni bezatgin. Xo'p, bo'ladi mer. Hozir bularni narsalarni olib, dasturxon bezatamiz. Keyin kechki payt bizda yangi yil bo'ladi, qor bobolar keladi. Bu narsani tashlavoramiz. Endi hozir qurishni boshlaymiz. Obunachilar, sizlarga maroqli tomosha tilayman. Endi biz mana narsalarni qo'yib chiqamiz. Qani bu yerga hozir qo'yamiz. Bu yerga bitta, ikkita, uchta. Qarochi shuna qilib qo'yib chiqamiz. Mana hozir 3 qator bo'ladi, chunki odam ko'p bo'ladi. Qishloqlar, ya'ni bu yerlarni bezatamiz. Tez qilishimiz kerak, hozir qishloqlar kelishadi. Shunga tez yasash kerak. Mana bu narsalarni olib qo'ysak, bu yerda chiroyliroq ko'rinadi. Endi stol narsalarni qo'yib chiqamiz. Yo'q, bu o'rtasiga ham qo'yib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Shuna qilib qo'yib chiqamiz hamma yog'iga. Mana bo'ldi, yaxshi. Bu yerga qo'yib yubordim. Mayli, hech narsa qilmaydi. Endi bu yerga narsalar qo'yib chiqamiz. Qarochi, kanalga obuna bo'lamiz. Har kuni yangi video chiqarishga harakat qilaman, obunachilar. Va stol yana shuna bo'lib qoldi. Endi stolchani olamiz. Yerda yotmaslik kerak. Hozir bu tortni qo'yib bo'lmaskan. Nimaga qo'yib bo'lmayapti? Mayli, endi sog'achalarni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hamma qishloqlarga yetadi ichidagi narsalari. Mana endi bu yerga kofe solib qo'ysak, yana qo'yib qo'yamiz. Mana do'stlar, endi bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Hozir bu yerga yana bu yerda qorbobo bor. Hozir videoni yo'qaman qishloqlarni chaqirib. Do'stlar, mana qishloqlar, qorbobo keldi orqamizda. Hamma qishloqlar shu yerda. Endi biz yangi yilni nishonlaymiz. Qani qishloqlar, olinglar, narsalardan qorbobo oling. Mana kichkina, mana shuncha qishloqlar bor. Chaqirib keldim. Mana aytdimku, ko'p qishloqlar keladi deb sig'mashdi. Endi kamerani o'chirsam biz narsalarni yeb olamiz. Bitta hammaga xayr do'stlar. Bugungi videoda qarochi xayr.